Yo, ichsang ich. Gapirmay ich. Mayda gap bo'ladi ichgan odam, bilasizlarmi? To's aytadi bular, to's. To'singni aytib olmaysanmi ovqat yeguncha? Uyingda aytib kelmaysanmi to'singni? Ovqat yeydiganlar sovib qoladi, o'tiradi Alloh qilib. Mana piyalaga choyni qo'yib olib o'tiraman. Bu niyat aytgan sari men ichimda astag'firullah, astag'firullah, astag'firullah deb o'tiraman. Qani, Tohirjon bu narsa devaring deydi. Tohirjon turib gapiradi. Ularda gapi bor. Tohirjonni gapini mixlab qo'yamiz deydi. Endi Boburjon gapirsin deydi. Boburjon ham turib olib 10 minut gapiradi. Xuddi niyati qabul bo'layotganday. Yana orasida ilohim deb qo'yadi, yana tavba qilib. Qani endi Nodirjon gapirsin deydi. Nodirjon gap. O'zi ham shu yerdami deyman. Nodirjon turib, endi Nodirjonni gapini mixlab qo'yamiz deydi. Mixlamay o'lay, chovur mixlamay. Bir yo'li sambarizlar bor. Bir joyda shunaqa ichib o'tirishib, naryoqda iymonliroq odam o'tirgan ekan. Endi men gapiraman dedi. Boyadan beri niyat aytib aroq ichyapsan, har bir niyat duoga teng. Aroq harom. Harom narsani ustidan niyat duo qilinmaydi. Bu shaytonning suvi. Dunyodagi jamiki yomonliklarning onasi bu aroq. Desa, rahmat brat, zo'r gap bo'ldi. Gaplaringizga qo'shilamiz. Qani, mana shu akani